Futbol olamida bahsli futbolchilar ko'p bo'lgan. Ular maydonda daho bo'lish bilan birga, hayotda esa g'alati xatti-harakatlari bilan doim tanqidlar ostida qolishgan. Balki buning hammasi pul bilan bog'liqdir. Axir biz hammamiz kamida bir marta pulning odamni qanchalik o'zgartira olishi mumkinini ko'rganmiz. Yoki ehtimol buyuk futbolchi bo'lish uchun biroz telba bo'lish, noodatiy fikrlash, tavakkal qilish kerakdir. Lekin bu keyinchalik oddiy hayotda o'zini yomon tomondan ko'rsatadi. Ammo agar so'nggi yillarda butun dunyo e'tiborini o'ziga ko'proq qaratgan eng g'ayrioddiy va mojaroli futbolchi haqida gapiradigan bo'lsak, bu albatta Mario Balotelli bo'ladi. Uning iste'dodiga hech kimda shubha yo'q edi. Tez, kuchli, ajoyib texnika va gollarga sezgirlik. Unga yana nima kerak edi? Ehtimol miyaning ham to'g'ri ishlashidir. U maydonda to'liq e'tiborni jamlashi va balki u yoshlar jamoasining o'yinchilariga dard otmasligi hamda uyini feyrverk bilan yoqib yubormasligi kerak edi. Shuningdek, uning mashinalarini 27 marta jarima maydonchasiga olib ketishmasa ham bo'lardi. Nima demoqchi ekanimizni tushundingiz. Ko'pchilik Balotellining kimligini biladi, lekin uning qayerdan chiqqanini va hozir qayerdaligidan esa bexabar. U 15 yoshida Barselonada tekshiruvdan o'tgan, ammo afsuski kataloniyaliklarga mos kelmagan. Biroq oradan 1 yil o'tib, Inter uning iste'dodini payqab, imkoniyatini qo'ldan boy bermadi. Milan klubi safidagi ilk o'yinidayoq Balotelli Sheffieldga qarshi o'rtoqlik uchrashuvida 2 ta gol urdi va o'z iste'dodini klubga namoyon etdi. Keyin esa u A Seriyada debyut qildi. Faqat 1 daqiqa o'ynadi, ammo 3 kundan so'ng Italiya Kubogi doirasidagi Reginaga qarshi o'yinda yana dubl qayd etdi. Keyingi mavsumda esa Romaga qarshi Super Kubok bahsi. Hisob 1-1. Figo maydonni tark etdi. Uning o'rniga Balotelli maydonga tushdi va g'alaba golini urdi. So'ng penaltilar seriyasida ham aniq zarba berib, Interga sovrin olib berdi. Noyabrga kelib, u Chempionlar Ligasida gol urgan eng yosh futbolchiga aylandi. O'sha mavsumda u Roma darvozasiga yana 2 marta to'p kiritdi. Inter yutqazayotgan paytda muxlislar uni maydonga tushishi va jamoani qutqarishini kutar edi. O'sha daqiqalarda hamma bu yigit kelajakda oltin to'pni bir emas, kamida 2 marta qo'lga kiritadi deb taxmin qilardi. U atigi 18 yoshda edi, lekin butun futbol olami uning qobiliyatidan allaqachon boxabar bo'lib ulgurgandi. Ammo keyingi mavsumda hammasi barbod bo'la boshladi. Yanvar oyiga kelib, Mourinho uni 2 haftaga o'yinlardan chetlashtirdi va buni shunday izohladi: yosh futbolchi Figo yoki Zanettidan kam mashq qilmasligi kerak. Keyingi mavsumda Mourinho Balotellining xatti-harakatlari haqida o'nlab voqealar aytib berdi. Ulardan biri esa afsonaga aylandi. Rubinga qarshi o'yinda Balotelli birinchi bo'limda sariq kartochka oldi. Shundan so'ng Mourinho tanaffusda unga butun 15 daqiqa davomida so'nggi marta ogohlantirish berdi. Ehtiyot bo'l, ikkinchi ogohlantirishni olma. Ammo ikkinchi bo'lim boshlanganidan 3 daqiqa o'tib, Balotelli qizil kartochka oldi. Buni o'ylab topishning o'zi ham qiyin edi. Mavsum oxiriga kelib Balotelli hammani charchatdi, hatto jamoadoshlarini ham. So'nggi tomchi esa uning Milan futbolkasi bilan efirga chiqishi bo'ldi. Rostini aytganda, bu holatda Mourinhoning aybi yo'q edi. Hatto Balotelli keyinchalik uni hurmat qilishini va undan xafa emasligini ham aytgan. Marioning keyingi klubi Manchester City jamoasi bo'ldi. U yerda u yana Roberto Mancinining qo'l ostida o'ynadi. Transfer summasi 22 million yevro edi. Ammo start yomon kechdi. Ilk o'yindayoq u tizzasidan jarohat oldi va jarrohlik amaliyotini o'tkazdi. Faqat 2 oydan so'nggina safga qaytdi. Shundan so'ng u West Bromwichga qarshi o'yinda atiga 60 daqiqada 2 marta gol urdi. Biroq ortidan qizil kartochka ham olishga ulgurdi. Keyin Aston Villa darvozasiga hat-trick qayd etdi va o'sha yili Golden Boy, Yevropaning eng yaxshi yosh futbolchisi mukofotini qo'lga kiritdi. Ammo mavsumning ikkinchi yarmida yana hammasi o'z holiga qaytdi. Atiga 2 ta gol va bir qator g'alati voqealar. Ulardan biri internetda mashhur bo'ldi. Mashg'ulot paytida u shug'ullanish uchun maxsus jiletni kiya olmasdan 1 daqiqaga qiynaldi. Butun internet uning ustidan kuldi. Keyingi mavsumda Los Anjelesga qarshi o'rtoqlik uchrashuvida u darvozabon bilan yakkama-yakkaga chiqdi. Lekin oddiygina zarba berish o'rniga to'pni taom bilan aylantirib, chiroyli tarzda kiritmoqchi bo'ldi. Natija to'p darvozadan joy olmadi. Yana bir muvaffaqiyatsizlik. Mancini esa g'azabda edi. Bu voqeadan keyin Balotellini darhol almashtirdi. Ammo rasmiy o'yinlar boshlangach u portladi. 5 o'yinda ketma-ket gol urdi. Agar u maydonda yarim bo'limdan ko'proq o'ynagan o'yinlarni hisoblasak, uning seriyasi 9 o'yinga cho'zilgan bo'lardi. U Napoli, Villarreal va 2 marta Manchester United darvozasiga to'p kiritdi. Har 68 daqiqada bitta gol. U o'sha paytda ajoyib formada edi. Albatta, Mario hech qachon golni shunchaki tinchgina nishonlay olmagan. Futbolkasining ostida nega har doim men deb yozib olingan mayka bor edi. Bu nishonlashdan keyin futbol olami portladi.
Bu davr ramziga aylandi va ko'plab memlarga ham sabab bo'ldi. Ammo keyin hammasi yana odatdagidek, haqiqiy Balotelli uslubida davom etdi. Songa qarshi qo'pol zarbadan so'ng u diskvalifikatsiya qilindi. Mancini esa umidsizlik bilan u endi hech qachon Manchester City uchun o'ynamaydi dedi. Shunga qaramay, o'sha mavsum uning faoliyatidagi eng yaxshilardan biri bo'ldi. Axir aynan u Agueroning afsonaviy goliga pas bergan edi. O'sha gol Cityga so'nggi daqiqalarda chempionlikni olib kelgan va butun Premier Liga tarixiga kirgan edi. U jamoaning 3-to'purariga aylandi. Faqat Dzeko va Aguerodan ortda qoldi xolos. Lekin zarba samaradorligi bo'yicha esa u birinchi o'rinda edi. Keyingi mavsum esa yana g'alati boshlandi. U klub bilan jarimalar sababli sudlashdi, biroq keyin tinchlanib, yangi bosqich boshlashga qaror qildi. Vataniga, Milanga qaytdi. Transfer summasi taxminan 20 million yevroga teng edi. Shu orada u Italiya terma jamoasi bilan Euro 2012 da ishtirok etdi. Germaniyaga qarshi yarim final, 36-daqiqa Balotelli dubl qayd etdi va o'sha mashhur sahna. U futbolkasini yechib, mushaklarni tarang tutib, haykaldan farqsiz holatda turdi. Bu unutilmas lahza edi. Ayniqsa u bundan bir necha hafta oldin "Men gollarni nishonlamayman. Bu mening ishim. Axir kuryer har safar pitsa yetkazganda xursand bo'lmaydi-ku" deganidan so'ng bu yanada muxlislarning kulgusiga sabab bo'ldi. Finalda esa Ispaniya Italiyani tormor etdi. Balotelli bu o'yindan so'ng ko'z yoshlarini tiya olmadi. U bor kuchini sarfladi, ammo natijani o'zgartira olmadi. Mamlakatga qaytgach, Mancini shunday dedi: "Endi u uyda. Balotelli dunyoning eng yaxshilaridan biri bo'ladi." Va u haq bo'lib chiqdi. Milandagi debyutida u Udinezega qarshi bahsda dubl qayd etdi. Keyin esa golli seriyasini boshladi. 13 o'yinda 12 ta gol. Balotelli aql bovar qilmas formada edi. U Milan futbolkasida mag'lubiyatsiz mavsumni yakunladi. A Seriya to'purarlar ro'yxatida peshqadamdan atiga 4 ta golga orqada qoldi xolos. U kelganda Milan hech bo'lmaganda Yevropa Ligasiga chiqish uchun kurashayotgan edi. Ammo uning so'nggi goli jamoani Chempionlar Ligasiga olib chiqdi. Balotelli haqiqatan ham imkonsizdek tuyulgan ishni amalga oshirdi. Yozda u jahon chempionatiga yo'l oldi. Ammo Konfederatsiyalar Kubogida bo'lgani singari Italiya guruh bosqichidan chiqa olmadi. Balotelli shundan so'ng hech qachon yirik turnirda terma jamoa safida o'ynamadi. Keyinchalik u faqat bir necha bor Mancinining chaqiruvi bilan maydonga tushdi xolos. Mavsumdagi muvaffaqiyatsizlikdan so'ng u yana hammasini boshdan boshlashga qaror qildi va Liverpool jamoasiga o'tdi. Suaresning o'rnini bosish bu deyarli imkonsiz vazifa edi. Va bu haqiqiy dahshat bo'ldi. Bu Balotelli uchun shunchaki yomon mavsum bo'lmadi, balki inglizlar uni klub tarixidagi eng yomon transferlardan biri sifatida eslab qolishdi. Yangi yilga qadar u APLda atiga bitta gol urdi xolos. Biroq sariq kartochkalar, ijtimoiy tarmoqdagi irqchilik bilan bog'liq post uchun chetlatish va murabbiy bilan bitmas tuganmas mojarolar. Mavsumning ikkinchi yarmida u atiga 3 ta o'yinni asosiy tarkibda boshladi va hech birini oxirigacha o'ynamadi. May oyiga kelib, Balotelli Yevropaning eng yomon futbolchilaridan biri sifatida tan olindi. Shu sababli uni Milan jamoasiga ijaraga jo'natishdi. Dastlab hammasi yaxshi ketayotgandek tuyuldi, lekin 4 o'yindan so'ng u yana jarohat oldi va 3 oy jamoasiga yordam bera olmadi. Ijara muddati tugadi. U yana Liverpoolga qaytdi. Ammo endi jamoaga Klopp kelgan edi va Yurgen kelajakdagi jamoasida Marioni ko'rmasligini ma'lum qildi. Italiyalik uchun hammasi tugagandek tuyulardi, lekin transfer oynasining so'nggi kunida uni Nitsa o'z tarkibiga qo'shib oldi. U ketishdan oldin intervyuda Liverpool bilan shartnoma tuzish hayotimdagi eng katta xato edi. Ikkala murabbiy ham dahshatli edi dedi. Va shu yerda kutilmagan narsa yuz berdi. Fransiyada Balotelli yana tirildi. Marsel jamoasiga qarshi debyutda dubl va g'alaba. 7 ta o'yindan so'ng 7 ta gol. Klassika. Albatta, jarimasiz bo'lmaydi. 10 ta o'yinda 8 ta sariq kartochka va 2 ta qizil kartochka. Bu o'sha eski Balotelli edi. Keyin u biroz sekinlashdi, lekin baribir ajoyib mavsum o'tkazdi. Keyingi mavsum ham kuchli boshlandi. Nitsa Chempionlar Ligasi saralashida Ajaxni mag'lub etdi, ammo play-offda Napoliga yutqazdi. Balotelli esa zo'r formada edi. 24 o'yinda 20 ta gol. Uni to'xtatib bo'lmasdi. Yozda esa u Marselga o'tmoqchi bo'ldi, lekin transfer amalga oshmadi. U Nitsada qoldi va yana hammasi barbod bo'ldi. Mashg'ulotlarni o'tkazib yuborish, kechikishlar, murabbiy bilan janjallar. Yanvar oyiga kelib, ligada uning hisobida birorta ham gol yo'q edi. Shu sababli uni nihoyat Marselga qo'yib yuborishdi. U yerda esa u 9 o'yinda 7 ta gol urdi. Hatto o'yinlarni to'liq o'ynamagan bo'lsa-da. Muammo uning formasida emas, shunchaki u Nitsada o'ynashni istamagandi. Hammasi yana iziga tusha boshlagandek tuyulgan edi. Ammo bu paytda Brescia paydo bo'ldi. Ular A Seriyaga ko'tarilgan yangi jamoa edi.
Shu sababli kuchli tarkib yig'ayotgan va yulduz futbolchilarni qo'shmoqchi edi. Bu Balotelli uchun alohida taklif edi. Ustiga ustak uning otasi Brescia jamoasi muxlisi bo'lgani qiziqishni yanada kuchaytirdi. U shart qo'ydi: agar jamoa A seriyada qolsa, shartnomani uzaytiraman. Ammo orzu dahshatga aylandi. Brescia butun mavsumda atiga 2 o'yinda g'alaba qozondi va B seriyaga ravona bo'ldi. Keyin esa yana kutilmagan voqea. U Monza bilan shartnoma imzoladi. B seriyaning yangi jamoasi. Avvaliga bu g'alati tuyuldi, lekin klub prezidenti Berluskoni edi. U esa Marioning Milandagi sobiq rahbari bo'lganda, hatto Boatengni ham o'zi bilan olib kelgan edi. Ular A seriyaga qaytish uchun kichik super klub qurmoqchi edi. Balotelli Monza safida atiga 6 ta gol urdi. Jamoa esa yuqoriga chiqa olmadi. Uning keyingi sayohati Turkiya, Shveysariya jamoalari bo'ldi. Ammo Mario oxiri yana vataniga qaytib, Genoa bilan shartnoma imzoladi. 2024-2025-yilgi mavsumda u 6 o'yinda maydonga tushdi va birorta ham gol ura olmadi. Shu tariqa Mario Balotellining hikoyasi yakunlandi. U afsonaga aylanishi mumkin edi, lekin buning o'rniga iste'dod va xarakter har doim bir yo'nalishda ketmasligini ko'rsatadigan timsolga aylandi. U hammasini boshdan kechirdi. Shuhratni ham, mojarolarni ham, olqishlarni, nafratni, daho gollarni va tentakliklarni ham. U o'z uyini portlatishdan tashqari, o'z o'yini va gollari bilan maydonni ham portlatgan. Ammo nima bo'lmasin, u haqida doimo gapirishardi. Ha, u shunday, Mario Balotelli. Daho va telbalik bir odamda. Va qanchalik g'alati bo'lmasin, futbol usiz ancha zerikarli bo'lardi.